pensiya oluvchilar bugungi ma'lumotni juda diqqat bilan eshiting. Agar siz avgust oyida kerakli hujjatni topshirmasangiz, keyingi indeksatsiya, qayta hisoblash yoki qo'shimcha to'lovdan quruq qolishingiz mumkin. Bu gap qo'rqitish uchun emas, amaliy hayotda ko'p uchraydigan muammo haqida ogohlantirish uchun aytilmoqda. Ayniqsa pensiyasi kam, ish staji bo'yicha ma'lumotlari to'liq kiritilmagan, qaramog'ida nogiron yoki voyaga yetmagan farzandi bor, chet elga chiqib kelgan, manzili o'zgargan yoki bank kartasi bilan muammo bo'lgan pensionerlar bu masalaga befarq bo'lmasligi kerak. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Qaysi hujjat haqida gap ketmoqda? Kimlar avgustda albatta pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki myPonto.uz orqali murojaat qilishi kerak? Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi? Qaysi xatolar tufayli odamlar pulini yo'qotadi? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot nafaqat sizga, balki ota-onangiz, qo'shningiz, qarindoshingiz uchun ham juda muhim bo'lishi mumkin. Avval pensiya masalasida ko'p narsa qog'oz hujjatlar asosida yuritilardi. Odam mehnat daftarchasini, ish joyidan ma'lumotnomani, arxivdan tasdiq xatini olib kelar edi. Pensiya tayinlanganda yoki qayta hisoblanganda mutaxassis shu hujjatlarga qarab stajni, ish haqi davrlarini, imtiyozli davrlarni hisoblab chiqardi. Ko'pchilik men bir marta pensiyaga chiqdim, endi hammasi avtomatik bo'ladi deb o'ylab qolgan. Lekin amalda har doim ham shunday emas. Hozir tizim ancha raqamlashtirilgan. Davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi bor. Ayrim ma'lumotlar elektron bazadan olinadi. Lekin bu hamma narsa bazada bor. Men hech narsa qilmasam ham bo'ladi degani emas. Ayniqsa eski yillardagi ish staji, sobiq korxonalar, tugatilgan tashkilotlar, kolxoz yoki sovxoz davridagi ishlar, harbiy xizmat, dekret davri nogironlik bo'yicha parvarish, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, qaramog'idagi shaxslar haqidagi ma'lumotlar bazada to'liq bo'lmasligi mumkin. Indeksatsiya deganda ko'pchilik faqat pensiya miqdori oshishini tushunadi. Davlat tomonidan pensiyalar oshirilganda asosiy summa ko'payadi. Lekin ayrim holatlarda pensiya miqdori sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri kiritilganiga, stajingiz to'liq tasdiqlanganiga, qaramog'ingizdagi shaxslar bo'yicha ma'lumotlar yangilanganiga ham bog'liq bo'ladi. Agar hujjat o'z vaqtida topshirilmasa, sizning pensiyangiz tizimda eski ma'lumot asosida qolib ketadi. Natijada odam nega qo'shnimniki oshdi, meniki kam oshdi deb hayron bo'ladi. Bu yerda eng muhim narsa muddat. Avgust oyi ko'p hollarda qayta tekshirish, ma'lumotlarni yangilash, o'quv yili oldidan talabalar yoki farzandlar haqidagi ma'lumotlarni tasdiqlash. Manzil va oilaviy holat bo'yicha aniqlik kiritish davri bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim pensionerlarga aytaman: avgustni kutib o'tirmang. Avgust kirishi bilan o'zingizga tegishli hujjatlar to'liq yoki to'liq emasligini tekshirtiring. Birinchi navbatda kimlar albatta ehtiyot bo'lish kerakligini aniq aytaman. Agar siz pensiyaga chiqayotganda hamma ish stajingiz kiritilmagan bo'lsa, arxivdan hujjat kutayotgan bo'lsangiz yoki keyin olib kelaman deb ayrim ma'lumotlarni topshirmagan bo'lsangiz, siz avgustda albatta harakat qilishingiz kerak. Chunki pensiya tayinlangandan keyin ham qo'shimcha hujjat taqdim etilsa, ayrim hollarda pensiya qayta hisoblanadi. Ammo bu qayta hisoblash qaysi sanadan qo'llanishi masalasi murojaat qilgan kuningizga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, tasavvur qiling, Akmal aka 32 yoshda. U pensiyaga chiqqanda 28 yil staji hisoblangan. Lekin aslida u 1947 yildan 1910 yilgacha yana bir korxonada ishlagan. O'sha korxona tugatilgan, mehnat daftarchasidagi yozuvda muhr yaxshi ko'rinmaydi. Akmal aka mayli keyin arxivdan olib kelaman deb yurdi. Agar u arxiv ma'lumotnomasini olib borib topshirsa, uning staji 28 yil emas, 33 yil bo'lib chiqishi mumkin. Bu esa pensiya hisobiga ta'sir qiladi. Endi savol, u hujjatni avgustda topshiradimi yoki dekabrda? Agar kechiksa, bir necha oy davomida kamroq pensiya olib yurishi mumkin. Ikkinchi toifa, qaramog'ida farzandi, nogiron oila a'zosi yoki kunduzgi ta'limda o'qiyotgan farzandi bor pensionerlar. Ba'zi pensiya va nafaqa turlarida qaramog'idagi shaxslar bo'yicha ma'lumot juda muhim. O'quv yili boshlanishi oldidan bola yoki talaba haqiqatan ham o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar bu ma'lumot yangilanmasa, qo'shimcha to'lov to'xtatilishi yoki hisobga olinmasligi ehtimoli bor. Oddiy misol keltiraman. Nafisa opa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Uning o'g'li 15 yoshdan oshgan. Lekin universitetda kunduzgi bo'limda o'qiydi.
Bunday vaziyatda bola hali o'qiyapti degan ma'lumot tizimda tasdiqlanishi kerak. Agar universitetdan yoki tegishli elektron bazadan ma'lumot tushmasa, Nafisa opa qo'shimcha to'lovdan ayrilishi mumkin. U keyin borib, o'g'lim o'qiyapti-ku desa ham, masala darhol hal bo'lmasligi mumkin. Chunki hujjat topshirilgan sana va tasdiqlash muddati muhim bo'ladi. 3-toifa ishlayotgan pensionerlar. Ko'p odamlar pensiyadaman, lekin yana ishlayapman. Bu menga zarar qilmaydimi deb so'raydi. Ishlayotgan pensioner uchun eng muhim masala shuki, ish joyi bo'yicha ma'lumotlar rasmiy yuritilishi. Ijtimoiy soliq va ish haqi ma'lumotlari to'g'ri ko'rsatilishi kerak. Agar odam norasmiy ishlasa, keyinchalik men ishladim, stajim oshdi deb isbotlash qiyinlashadi. Agar rasmiy ishlagan bo'lsa, ayrim holatlarda keyingi qayta hisoblashda bu davrlar hisobga olinishi mumkin. Lekin bunda ham hujjat, ariza va bazadagi ma'lumot muhim. 4-toifa manzili o'zgargan pensionerlar. Bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan, ro'yxatdan o'tgan joyi o'zgargan, doimiy yashash manzili bilan amaldagi yashash joyi farq qiladigan odamlar ko'p. Pensiya to'lovi, tekshiruv xabarlari, ma'lumot so'rovlari, ayrim hollarda uyga borib ko'rish ishlari manzilga bog'liq bo'ladi. Agar sizning manzilingiz eski bo'lsa, sizga kerakli xabar yetib bormasligi mumkin. Keyin esa men bilmagan edim degan gap amalda ko'p yordam bermaydi. 5-toifa bank kartasi, pasport yoki ID karta ma'lumotlari o'zgargan pensionerlar. Agar karta muddati tugagan, shaxsiy hujjat almashtirilgan, familiya o'zgargan bo'lsa, bu ma'lumotlar o'z vaqtida yangilanishi kerak. Pul o'tkazmasi qaytishi, to'lov ushlanib qolishi yoki qo'shimcha tekshiruvga tushishi mumkin. Ayniqsa yoshi katta insonlar bank kartasini farzandiga berib qo'yadi. Keyin kartaning muddati o'tib ketganini bilmaydi. Pensiya hisoblangan bo'lishi mumkin, lekin to'lov texnik sabab bilan kechikadi. Endi kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz yaqinda to'liq hujjatlar asosida tayinlangan bo'lsa, ish stajingiz elektron bazada to'liq aks etgan bo'lsa, qaramog'ingizda alohida tasdiqlanishi kerak bo'lgan shaxs bo'lmasa, manzilingiz va bank ma'lumotlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, sizda katta xavotirga asos yo'q. Lekin baribir men bir narsani tavsiya qilaman. Yiliga kamida bir marta pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki MyPodgov uz orqali o'z ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Bu 5 daqiqalik ish keyinchalik oylar davom etadigan yugur-yugurning oldini oladi. Birinchi vaziyat. Erkin ota 30 yil ishlagan. Lekin pensiya tayinlanganda faqat 5 yil staj hisoblangan. Sababi 5 yil ishlagan zavod tugatilgan. Arxiv ma'lumotnomasi hali topilmagan. Erkin ota pensiyani olayapti, hammasi joyida deb yuribdi. Ammo har oy 200 ming yoki 200 ming so'm kam olayotgan bo'lishi mumkin. Bir yilga ko'paytirsak, bu 1 million 200 ming yoki 2 million 400 ming so'm degani. Agar u avgustda hujjatni olib kirsa, qayta hisoblash tezroq boshlanadi. Agar u keyingi yilga qoldirsa, yo'qotilgan vaqtni qaytarish har doim ham oson bo'lmaydi. Ikkinchi vaziyat. Gulchehra opa qizining nogironligi bo'yicha parvarish davrini stajga qo'shtirishni xohlaydi. Lekin tegishli tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari parvarish davrini tasdiqlovchi ma'lumotlar to'liq emas. U bu ish baribir bo'lmaydi deb o'ylab yuradi. Aslida esa ayrim davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda tasdiqlansa, pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Men bunday holatda og'zaki eshitgan gapga ishonmang. Hujjatingiz bilan rasmiy murojaat qiling deb maslahat beraman. 3-vaziyat. Rustam aka pensiya oladi. Lekin bir necha yil Rossiyada ishlagan. U yerda rasmiy ishlagan davrlari bor, lekin O'zbekistondagi pensiya hisobiga qanday ta'sir qilishini bilmaydi. Bunday holatda xalqaro bitimlar, sug'urta davrlari, mehnat faoliyatini tasdiqlovchi hujjatlar muhim bo'ladi. Har bir holat alohida ko'riladi. Lekin eng katta xato shuki, odam chet eldagi ish baribir hisoblanmaydi deb hujjat yig'maydi. Keyin yillar o'tib hujjatni topish yanada qiyinlashadi. 4-vaziyat. Malikaxon opa bank kartasini almashtirgan, lekin yangi karta ma'lumotini pensiya bo'limiga yetkazmagan, u pensiya tushmadi deb xavotir qiladi. Aslida pul hisoblangan, lekin to'lov eski rekvizit yoki texnik nomuvofiqlik sababli kechikkan. Bunday muammoni hal qilish uchun bankdan ma'lumot olib, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Agar buni avgustda emas, bir necha oy kechiktirib qilsangiz, keyin bir yo'la tushadi deb kutasiz. Ammo bu vaqt ichida kundalik xarajatlar qiynab qo'yadi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchisi,
Men hujjat topshirganman degan gapning o'zi yetarli emas. Sizda ariza qabul qilinganini tasdiqlovchi qayd, kirim raqami, elektron murojaat raqami yoki boshqa tasdiq bo'lishi kerak. Ba'zan odam hujjatni olib boradi. Mas'ul xodim qoldirib keting deydi. Lekin rasmiy ro'yxatdan o'tmagan bo'lishi mumkin. Keyin hujjat yo'qolsa yoki ko'rinmasa sizda isbot bo'lmaydi. Shuning uchun har bir murojaatni rasmiylashtiring. Ikkinchi nozik jihat. Hujjat nusxasi va asl nusxa masalasi. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh yoki ajrim hujjati, o'qish joyidan ma'lumotnoma, nogironlik bo'yicha xulosa, bank rekviziti. ID karta nusxasi kerak bo'lishi mumkin, lekin ayrim hujjatlar bo'yicha asl nusxa ko'rsatiladi, nusxasi topshiriladi. Agar nusxa noaniq, muhr ko'rinmaydigan, sana o'qilmaydigan bo'lsa, uni qabul qilishmasligi yoki qo'shimcha tekshiruvga yuborishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, sana. Pensiya masalasida sana juda muhim. Qachon ariza berdingiz? Qachon hujjat to'liq bo'ldi? Qachon huquq paydo bo'ldi? Qachon tasdiqlandi? Ko'p odamlar aynan shu joyda pul yo'qotadi. Masalan, farzand kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish boshlangan sandan tasdiq kerak bo'ladi. Agar ma'lumotnoma kech topshirilsa, to'lov qaysi sanadan tiklanishi masalasi nizoli bo'lishi mumkin. Shuning uchun avgust oyi kelganda sentyabrni kutmay darhol harakat qilish kerak. 4-nozik jihat. Og'zaki maslahat bilan cheklanmaslik. Qo'shni, tanish mahalla raisi, bank xodimi yoki hatto navbatda turgan odam sizga turli gaplarni aytishi mumkin. Bu kerak emas, baribir qo'shilmaydi, hammasi avtomatik. Keyin ham bo'laveradi degan gaplar ko'p. Men ekspert sifatida aytaman. Pensiya masalasida har bir holat hujjat bilan ko'riladi. Sizga tegishli javobni faqat rasmiy organning hujjatlaringizni ko'rib, yozma yoki elektron tarzda berishi kerak. 5-nozik jihat, eski korxonalar va arxivlar. Agar siz ishlagan korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari davlat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan hujjatlar boshqa viloyat arxivida bo'ladi. Ba'zan korxona vorisi bo'lgan tashkilotda saqlanadi. Arxiv ma'lumotnomasini olish vaqt talab qiladi. Shuning uchun avgustda topshirish kerak bo'lgan hujjatni avgustning oxirgi kunida qidira boshlamang. Bugun boshlang. Arxiv so'rovi 10 kun, 15 kun, ba'zan undan ham ko'proq vaqt olishi mumkin. 6-nozik jihat. Familiya o'zgarishi. Ayollar orasida bu muammo juda ko'p uchraydi. Mehnat daftarchasida qizlik familiyasi, hozirgi ID kartada turmushdagi familiyasi, ayrim hujjatlarda esa yana boshqa yozuv bo'lishi mumkin. Bunda nikoh guvohnomasi, ayrim hujjati yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Aks holda staj sizniki ekanini isbotlashda qiyinchilik tug'iladi. 7-nozik jihat, raqam va harf xatolari. Ism sharifdagi bitta harf, tug'ilgan sanada bitta raqam, pasportda seriyasidagi xato ham tizimda nomuvofiqlik chiqarishi mumkin. Masalan, bir hujjatda Abdullayev, boshqasida Abdullayev yozilgan bo'lsa, bu oddiy ko'ringani bilan rasmiy tekshiruvda muammo tug'diradi. Shuning uchun hujjatlarni topshirishdan oldin har bir satrni tekshiring. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya ishingiz bo'yicha ma'lumotlarni tekshirtiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga borishingiz yoki may.gov o'z orqali tegishli xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. Agar elektron xizmatdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingiz, nabirangiz yoki ishonchli yaqin insoningizdan yordam so'rang. Lekin login, parol, bank karta kodi kabi maxfiy ma'lumotlarni begona odamga bermang. Ikkinchi qadam. Quyidagi hujjatlarni bir joyga yig'ing. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u mehnat daftarchasi, ish joylaridan ma'lumotnomalar, harbiy xizmat hujjati. Diplom yoki o'qish davriga oid hujjatlar, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjatlari, nogironlik bo'yicha ma'lumotlar, qaramog'ingizdagi shaxslar haqidagi tasdiqlar, bank rekvizitlari. Hamma hujjat hammaga kerak emas, lekin sizda borlarni tartibga solib qo'ying. 3-qadam. Aynan nima so'rayotganingizni arizada aniq yozing. Masalan, pensiya miqdorini qayta hisoblashni so'rayman. Falon yillardagi ish tajrimini qo'shib hisoblashni so'rayman. Qaramog'imdagi farzandim kunduzgi ta'limda o'qiyotgani sababli tegishli to'lovni davom ettirishni so'rayman. Bank rekvizitlarim o'zgargani sababli to'lov ma'lumotlarini yangilashni so'rayman. Ariza umumiy va tushunarsiz bo'lsa, javob ham umumiy bo'lib qolishi mumkin. 4-qadam, hujjat topshirganingiz haqida tasdiq oling. Agar qog'oz shaklida topshirsangiz, arizangiz
qabul qilingan sana va raqamni so'rang. Agar elektron topshirsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Telefoningizga rasmga olib qo'ying. Alohida daftarga yozib qo'ying. Keyin holatini tekshirish oson bo'ladi. 5-qadam. Javobni kuting, lekin nazoratsiz qoldirmang. Qonunchilikda murojaatlarni ko'rib chiqish muddatlari bor, lekin amalda qo'shimcha tekshiruv, arxiv so'rovi. Boshqa idoradan ma'lumot kutish sababli vaqt cho'zilishi mumkin. Agar belgilangan muddatdan oshib ketsa, yana rasmiy murojaat qiling. Mening arizam qaysi bosqichda? deb so'rashga to'liq haqqingiz bor. 6-qadam. Agar rad javobi kelsa, sababini tushuning. Rad etildi degani hammasi tugadi degani emas. Balki hujjat yetishmayotgandir, sana mos kelmagandir, ma'lumotnoma noto'g'ri rasmiylashtirilgandir, muhr yoki imzo talab qilinayotgandir. Rad javobida sabab ko'rsatilish kerak. Shu sababni tuzatib, qayta murojaat qilish mumkin. Agar javob bilan rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi organlarga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. 7-qadam. Avgustning oxirgi kunini kutmang. Men buni alohida ta'kidlayman. Avgustda hujjat topshirish kerak bo'lsa, 25-30 avgustda navbat ko'payadi, xodimlar band bo'ladi, arxivdan javob kelishga ulgurmaydi. Bank yoki o'quv muassasasi ma'lumotnomani kech beradi. Eng to'g'ri yo'l avgustning 1-yarmida hammasini tekshirib chiqish. Yana bir amaliy maslahat, uyda pensiya papkasi oching. Hamma muhim hujjatlarni shu papkaga soling. Har bir hujjatdan nusxa oling. Elektron suratini telefon yoki fleshkada saqlang. Farzandlaringizga qaysi hujjat qayerda ekanini aytib qo'ying. Chunki yoshi katta insonlar ko'pincha hujjatni topolmay qoladi. Keyin birgina ma'lumotnoma uchun haftalab yugurishga to'g'ri keladi. Men yana bir narsani ogohlantiraman, vositachilarga pul berib aldanmang. Men pensiyangizni oshirib beraman. Hujjatsiz ham qilib beraman. Ichkarida tanishim bor degan gaplarga ishonmang. Pensiya faqat qonuniy hujjatlar asosida qayta hisoblanadi. Agar sizda haqiqiy asos bo'lsa, rasmiy yo'l bilan ham natijaga erishasiz. Agar asos bo'lmasa, kimdir va'da bergani bilan bu xavfli va noqonuniy yo'l bo'lishi mumkin. Bugungi asosiy fikr shuki, pensiya va indeksatsiya masalasida eng katta xavf odamning befarqligida. Ko'pchilik o'zi bo'ladi. Hammasi avtomatik. Keyin topshirsam ham bo'ladi deb yuradi. Lekin bitta hujjat, bitta ma'lumotnoma, bitta ariza yoki bitta tasdiq kechiksa, pensiya miqdori kamroq hisoblanishi, qo'shimcha to'lov to'xtashi yoki qayta hisoblash kechikishi mumkin. Shuning uchun avgust oyida o'zingizga savol bering. Stajim to'liq kiritilganmi? Qaramog'imdagi shaxslar bo'yicha ma'lumot yangilanganmi? Bank kartam va manzilim to'g'rimi? Pasport yoki ID karta ma'lumotlarim mos-mosmi? Eski ish joylarim bo'yicha arxiv hujjatlari bormi? Agar shu savollardan bittasiga ham aniq javob bera olmasangiz, vaqtni o'tkazmang, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Sizdan iltimos izohlarda yozing. Sizda pensiya qayta hisoblash, staj ko'chtirish yoki hujjat topshirish bo'yicha muammo bo'lganmi? Qaysi hujjatni talab qilishdi? Qancha vaqtda hal bo'ldi? Tajribangiz boshqa pensionerlarga yordam berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida topshirilgan hujjat odamning oyma-oy oladigan puliga bevosita ta'sir qilishi mumkin.